O'rgimchaklar tashqi muhitga orqa tarafidan to'rlarni sepadi. Bu holat asosan ular og'ir sharoitlardan o'tib olish uchun ishlatadigan qurol hisoblanadi. Tashqi muhitga chiqqan to'rlar qotib, havoda ucha boshlaydi. Undan keyin u narigi tarafdagi biror bir qismga yopishib olishi kerak bo'ladi. Shundan so'ng o'rgimchak o'zi o'tib olish uchun yo'lni tayyorlaydi. Lekin har doim ham bu usul ularga foyda beravermaydi. Chunki aksariyat holatlarda o'rgimchak o'zi o'tish uchun qurgan yo'lidan boshqa o'rgimchaklar ham foydalanib qolishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, agar o'zi to'qigan yo'ldan narigi betidan biror bir o'rgimchak uning qarshisiga qarab harakatlansa, o'rgimchak ipning markazidan kesib yuboradi. Kesilgan ipning yuqorisiga chiqib olgan o'rgimchak o'zidan chiqqan ipni yig'a boshlaydi. Hammasini yig'ib bo'lgandan keyin o'rgimchak u ipni yeb qo'yadi. Keyinchalik o'rgimchak yana o'zidan iplarni chiqara boshlaydi. Tashqi muhitga chiqqan o'rgimchak iplari esa havoda qotadi va o'zi o'tmoqchi bo'lgan yo'lning narigi betiga qarab ucha boshlaydi. Daryoning narigi qirg'og'ida biror qattiq jismga yopishib olgan o'rgimchak ipi o'rgimchakning o'tishi uchun yo'l sifatida xizmat qiladi. Bu orqali esa o'rgimchak turli xil xavfli vaziyatlarda bemalol xavfsiz o'tib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Umuman olganda, o'rgimchak iplari u uchun ko'p funksiyali qurol hisoblanadi. O'rgimchak o'z iplaridan faqatgina yo'l to'qishda emas, balki o'z inlarini tayyorlashda ham foydalanadi. O'rgimchak iplari shunday bir durdona asarki, ular ko'p ishlarni qilishda o'rgimchak uchun xizmat qiladi. Bulardan misol sifatida keltirishimiz mumkinki, ular o'z inlarida yashashlari, ov qilishlari va shu kabi ishlarni qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr.